Assalomu alaykum. Mana yana bir kishi oyog'ini qayirib olib kelgan ekan. Mana bu gipsda kelgan ekan, o'zi gipslarini yechdik. Endi siz aytib bering, holatingizni men boya boshidan olmabman-da, uzr. Mana yechganlaringizni olishimiz kerak edi. Gipsda yechganlarimiz. Qachon bo'lgan, nima bo'lgan edi? Bir boshdan aytib bering. Odamlar mana YouTube'da ko'radi, so'raydi, eshitadi. 15 kun bo'ldi, oyam qayirib oluvdim. Doktorga borib rentgen qilindi, yaxshi deb gipslab tashladi. Shunda ham og'rib qolmadi. Shuning uchun keldim-da shunga. Bu kishi shuncha kun o'tibdi, doktorga borgan, u chiqib ketgan, rentgen qilgan, boshqa qilgan, sinmagan, yorilmagan, faqat chiqib ketganni gips qilib qo'yganda. Hali vaqtida menga telefon qilib qolib aytdi, men ertaroq hech bo'lmasa uni endi sinmaganga u gips qo'yish mumkin emasda, chiqqanga dabdalasi chiqardi. Hali vaqtida kelsiz, mana yechdik. Mana endi bundan keyingi holatni ko'ramiz. Hozir men boshida bu tomoni chiqib ketgan ekan, astaqtet mana bu yer chiqib ketgan, mana hozir ishib turibdi. O'zimlab. Mana yer chiqib ketgan ekan. Endi ishyapti oyoq endi. Bu tarafi chiqib ketgan ekan, mana bu yer. Buni ham hozir soldim. Hozir yana chalasini qolganini ko'ramiz. Mana bu yerlarda bor. Solyapmiz. Endi ishib boshlaydi. Mana bu yerlar уже ishib boshlabdi. To'g'rilab ko'rsatdi. Mana bu ishib ketdi уже. Suya shu yer dombilab chiqib turgan ekan, shuni solmagan ekan. Shu solyapmiz endi. Holatini ko'raylik. Og'riq yaxshi bo'ldi-yu, ha? Endi mana siz ushlab turing, ozgina olib turing, qolgan joylaridan ko'raylik. Oyoqni o'zini videomiz uzilib qoldi, o'rtada o'chib qoldi o'zidan-o'zi. Mana ushlab turing, qani. Panjaga tegib ketmasin. Tagida chinaqayning tagi chiqqan ekan, chinaqaydan keyingining tagi chiqqan mana yeri. Chinaqayni soldik mana bu deb. Bu ham borib qoldi ancha. Yaxshi. Chiqib ketgan ekan. Mana. Xo'sh. Soldik. Endi buni tagini qaraylik, ko'raylik qana tagini, bu yog'ini. Bu yog'i tuzuk. Endi bu yerni ko'raylik. Qo'yib turib, qiynamay, ko'tarmay. Og'rimayaptimi bu? Yo'q. Ko'karish berganda sizga oyog'ingiz ko'karib ketgan, shunga hayron. Hozirda sizga bu jo'ng tagidan ketgan ekanda, tirsilib ketdi bu ham. Bet emas, o'lkamasini tagi ketib. Ya Allohim, ya Alloh. Ya Rabbim, o'zing shifo bergin. Voy bey. Xo'sh. Ko'raylik. Asta turib ko'ring endi. Qaltiraydi. Hali yana ko'ramiz. Bosing oyoqni. Bosib ko'ring asta. Umuman bosmay qo'ymash kerak-da, bosish kerak-da oyoqni. Asta bosib ko'ring. Qayeri og'rir, oyoqni to'g'ri bosing faqat. Qiyshayni bosib o'rganmang. Jo'li yukni bosmangdagi, jo'n oddiy holatda yuring. Oddiy ikki tomonni birday qilib yurib ko'ring, bu tomonga sekin. Qo'rqmang, sizniki unchalik vahimali emas. Faqat qisib qolgan ekanda, shuni evaziga qaltiratyapti. Qisib qolgan, boya go'shtchalarni qisib qolgan ekan, boya ikkita suyak. Agar yana bildirsa, qolganini ham qilamizda. Qayerga qisib qo'yganini topib olamiz. Bildiradi o'zi, bossangiz chim o'tib tagin bildiradi. Mana qisib qo'yganday bu.
Og'rimayaptimi hech yeri? Bildirmayaptimi? Oyoqni ko'tarmasdan yurganda oyoqni sekin-sekin bosib yurasiz. Qo'ltiqtayda mayli yuring, lekin oyoqni shalviratib yurmang. Bosing. Ha. Qo'ltiqtayda mayli yuring, nagurishga qilmay bemalol. Oyoq tashab yuring. Endi siz hech kim qattiq osiltirib yuborsangiz, qattiq bosib yuborsangiz chiqib ketishi mumkin, boshqa qilishi mumkin ishgan payti. Shuning evaziga bosib turish kerak oyoqni. Ha. O'zingiz holatingizga qarabda, endi holat bilinadi. Og'rimayaptimi hech yeri endi? Avvalgidek og'riq yo'qmi? Umuman bosganim yo'q, o'zi hasratayapti yurib. Oldu, Alloh shifo bersin. Bo'lmasam 15 kun dam oldirasiz-da, shunday sekin-sekin yurib turasiz, shishadi, boshqa qilib boya aytgan narsamni qilasiz. 15 kundan keyin yana bir xabar olamiz-da. Agar mabodo chiqazib qo'ygan bo'lsangiz, baribir chiqishi mumkin-da, ko'pchilik chiqib ketadi. Og'riq bo'lsa kelasiz. Yaxshi bo'lib ketsa kelib o'tirmang, shart emas. Yaxshi bo'lib ketdim deb qo'ysangiz, Xudoga so'rab, Allohdan so'ralib qo'ysangiz, hammasi Allohdan. Biz emas. Hammasini shifo beruvchi Xudo. Xudoga so'rasangiz tuzatib beradi. Biz faqat joyiga solamiz. Garantiya bermaymiz. Buyruq kelingchi. Ushlab ko'rayinchi boya joyda. Do'mpayib turganman, chiqqan joyga qarang, do'mpayib ishib qoldi. Chiqib ketgan joyda. Endi shu yerlar ishlatdan keyin qaytasiz, sekin-sekin boya narsalarni qilasiz. Telefon nomeringizni ehtimol qarshi aytib qo'ying. Odamlar bilsindagi telefon qilib so'raydi. Ko'pchilik so'raydi-da. Ha, shuni 99lik 99lik 453 aha 85 28. mana kerak, kimga kerak bo'lsa, agar ishonmayotganlar, boshqaga so'rab bilgisi kelganlarga mana shu nomerga telefon qilsa, nima bo'lganini hammasini aytib beradi.